Shu desanglar Oyjonni plashatkaga o'ynatgani olib bordik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ko'rasizlar Oyjonni qanaqa o'ynaganlarini. Oyjon boxonab ikkita bolaman mazza qilib o'ynab olishdi. Plashatkaga borganda qaynanajonim sraz o'g'illariga maxit oldirib olibdilar. Og'zimdan so'lagim oqib, ichkim kelib qarab turdim. Oyenda olib qo'ymoqchi edim, Oyjon ko'rib qoldilar. O'g'rilarni eng insofli o'g'risimay kameraga olib, endi o'g'irlamoqchi edim, shuni ham ko'rib qoldilar. Biz uxlab plashatkaga borgandik. Soat 9 da borsak, yopilvamiz deb aytdilar. Mayli, har bir soat bor-ku deb o'ynata qoldik. Erimdan, bolalarimdan olayotgan anti-stresslarimni chiqarmoqchi edim, shu ham o'xshamadi. Xo'jayinim 6000 bergandilar, 6000 ni qaytarib yubordi. Bu massajni kreslo juda bir olibda kreslo ekan. 4000 pulni yutib olib qaytarib bermadi ham. Oyjon shuncha xizmatlaringizni qilaman, bitta massaj olib kelay deb Oyjondan 10000 oldim. Olibda kreslo deb bekorga aytmadim. Beli bukilgan 10000 talik ham olmadi. Plashatkaga qaraydigan kassir opa 10000 talik, beli bukilmagan 10000 talik olib berdilar. Agar bu massajni kreslo 5 minutda tishimni ko'rgida qolgani ham yo'q. Har doim plashatkaga borsak, xatgadir borsak, massajni kresloni ko'rsalar, erim bor massaj olib kel deb 10000 berardilar. Shu menimcha erim bechora ham biladilar. Uyda o'tirib bolalarga baqirish oson bo'lmayotganini. Menimcha yana dalshi baqirishga kuchi yig'magan deb massajga pul berdilar. Uyda o'tirgan mamashalar kommentariyada yozib ketinglar, bolalarga qarash oson bo'lmayapti, uyda o'tirib turaman. Mayli, shu bolalarimiz to'polon qilsa ham kasal bo'lishmasa bo'ldi. Baxtimizga sog' bo'lishsin. Mana Oyjon o'ynagan momentga ham yetib keldik. Oyjon aslida o'ynamayaptilar, legolarni taxlayaptilar, asablari juda ham bilmayman qanaqa. Hamma narsa saramjon sarishda turish kerak. Bu videomiz aslida hazil tariqasida olindi. Qaynanam bilan qaynatamni boriga shukur, borligiga shukur. Menimcha shu yerda ozgina paxta ketib qoldi-yu. Dadasi, agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos boshqa xalat ishdan olib bering, bo'lmasa negativchilar shuni ham gapirishadi. Menga chiqqanda yoqmagan do'cha suvidan o'zimga oldim, maxitodan Oyjonga oldim. Oyjonga telefonni berib qo'yib, qizimga qor ko'rsatdim. Qor faqat men tarafda yog'yapti, sizlar tarafda yog'mayapti, to'g'rimi? Xullas, qor mana shunaqa bo'ladi, shunaqa chiroyli yog'adi, mana ko'rib olinglar. Qorni yaxshi ko'raman-da, chunki o'zim sovuqda tug'ilganman, yanvar oyida.